Xitoy davlat taratqullari yana bir qatim yolg'onchilik qildi. Hong Kongda jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasi vaqtida to'xtatib qo'yilgandan keyin taxminan 2 milliondan kishi qatnashgan norozilik namoyishlari Xitoy davlat taratqularida millionlagan kishi ko'chalarda Dadalar kuni tabrikladi deb xabar qilindi. Gözətçilər və kişilik hüquq fəaliyyətçiləri Xitay kişilərini aldashdan vaz keçməydi, çünki yolğonchilik Xitay Kommunist Partiyasının, Xitay əməldarları və taratqularının yaşaş usulü və xarakteridir dedi. Xitay texnik şirketi Huawei'nin qurğuchisi Ren Zhengfei Huawei şirketinin bu yıl 30% az kirim qilganligini bildirdi. O hazır 20%ning ostida bir tuvalash borligini ve bunun 40% etrafında bo'lganligi haqida to'xtalib, Huawei'ga qo'yilgan cheklamalar masala paydo qilinmaydi. Bu yil 100 milliard dollardan ko'p kirim qilishni mo'ljallayapmiz dedi. Amerika CNBC kanalining xabar qilishicha, Ren Zhengfei Xitoy ichidagi setishlarda bir masala yo'qligini va asli masalaning xalqaro bozordagi setishlarda bo'ladiganligini bildirgan. Türkiye İyi Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulgan Uygur Türkleri uçurayotgan bastırışlarını tekşiriş teklifnamesi öhtüçilerinin qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, lekin hokimiyat beshidagi Adalet ve Taraqqiyot Partisi ve onun ittifoqdoshi Millatchi Harakat Partisining qarshi turishi bilan rad qilindi. İyi Partisidan bo'lgan parlament a'zosi Aydın Adnan Sezgin tarafından sunulgan bu teklif loyihasiga bu partiyadan bo'lgan 22 nafar parlament a'zosi imzo qo'ygan. Xitoy davlat televiziyasi xalqaro jinoiy ishlar saqchi tashkiloti, ya'ni Interpolning sobiq raisi Ming Hongweining parxo'rlik bilan ayblanib echilgan sudda pora olganligini e'tirof qilganligi xabar qilindi. Ming Hongwei Interpol raisi vaqtida 2018-yil 25 sentyabr Xitoyga qaytganda tutib qilingan va adliya organlari uni 14 million 500 ming yuan pora elish bilan ayblagan. Onun Fransiyada siyasi panohligiga qabul qilingan ayoli Grace Meng yo'ldoshining siyosiy sabablar tufaylidan ayblanganligini ilgari surdi. İran İnqilab Muhofizat Armiyasi Amerikaning odamsiz aeroplanini tushirgandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump İran cho'ng bir xatolik o'tkazdi dedi. İran armiyasiga qarashli havo olam qismi tunugun İranning janubidagi Hormuzgan o'lkasida Amerika havo armiyasining bir aeroplanini tushirganligi e'lon qilingan edi. Türkiye O'rta dengizining sharqidagi tabiiy boyliqlardan foydalanish huquqini qo'g'dash uchun Yavuz nomli qazish paraxodini tayyorladi. Bu paraxod iyul oyining boshlarida Shimoliy Qibris Turk Jumhuriyati sohillarida tunji qazish ishini boshlaydi. Türkiye'nin Kıbrıs arılı etrafındaki tabiiy gaz qazish faaliyetlari haqida to'xtalgan Türkiye Energiya ve Tabiiy Boyliqlar Ministri Fatih Dönmez qazish paraxodining ikkinchi qatimli qazish faoliyatini Fenike 1 nomli rayonda elib berilayotganligini bildirdi.